Agar 2026-yil film bo'lsa, tog' eskisi burji vakillari uchun bu sokin, ammo katta g'alabalar bilan tugaydigan drama bo'lardi. Savol bitta: siz bunga tayyormisiz? 2026-yilda siz kurashmaysiz. Siz mustahkam bo'lib qolasiz va aynan shu eng katta g'alabadir. Bu yil siz cho'qqiga chiqish uchun yugurmaysiz, chunki sizning o'zingiz cho'qqiga aylanayapsiz. 2026-yil yetuklik, o'ziga ishonch va uzoqni ko'ra bilib harakat qilish yili bo'ladi. Oldin qilgan mehnatingiz endi asta-sekin natija bera boshlaydi. Daromad va barqarorlik paydo bo'ladi. Ba'zi paytlar mas'uliyat og'irlik qilishi, charchoq sezilishi mumkin, ammo ichingizda baribir shunday bir tuyg'u bo'ladi: men buni uddalab kelyapman va bunga arziydi. Bu yilda muhabbat bosim yoki kuch orqali emas, balki sokinlik va ishonch bilan keladi. Siz endi faqat berib turishingiz shart emasligini tushunasiz. Siz ham mehr, e'tibor va ichki tinchlik olishga haqlisiz. Siz kurashdan charchagan edingiz va hayot buni tushundi. Endi mehnatingiz meva beradi, qarorlaringiz hurmat keltiradi, sukunatingiz esa boshqalarga tayanch bo'ladi. Eslab qoling, siz cho'qqilarni zabt etishingiz shart emas. Sizning borligingizning o'zi yo'l ko'rsatadi. 2026 sizning sokin, ammo buyuk yilingizdir. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin.